هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها. Sure İnsan tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kethir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İnsan suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de audu billahi mineşşeytanirracim. Sure İnsan Medine'de nazil bolgan 31 ayet. Sure İnsan bilen Sure Secdeni Cuma günü fecr namazıda okuş doğrusuda. Biz yukarıda İmam Müslim İbn Abbas radıyallahu anhumanın Peygamber aleyhisselam Cuma günü fecr namazıda Sure Secde bilen Sure İnsan okuydu deganligini rivayet qilganligini bayon qilgan edik. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. İnsan anasının qo'sig'ida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa bo'lmadi. Shubhisizki biz insonni aralashma mani, ya'ni er bilan ayolning manisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nazil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Shubhisizki onunğa biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib yaxshi yo'lda menib Allohning ne'matiga shukr qilg'uchidir. Yoki fajir bo'lib yomon yo'lda menib kufrlik qilg'uchidir. Alloh taolaning insonni yo'qdan bor qilganlik to'g'risida. Alloh taolo insonni u arzimas narsa bo'lganlikdan tilga ilinmag'idek narsa bo'lganidan keyin inson qilib yaratganligini xabar qilib mundaq deydi. İnsan ananing qo'sig'ida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa bo'lmadi. Ondan uni nimadan yaratganligini bayon qilib yana mundaq deydi. Shubhisizki biz insonni aralashma mani, ya'ni er bilan ayolning manisidan yaratdik. Ya'ni manining aralashmasidan yaratdik. Dastlabda erning suyi ayolning suyi bilan aralashidir. Ondan keyin bir bosqichdan yana bir bosqichga, bir holatdan yana bir holatga, bir rangdan yana bir rangga yetkaziladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ekrime, Mujahid, Hasan ve Rabi ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatni er bilan ayolning suyining aralashmasidan yaratdik deganlik bo'ladi deb tafsir qilgan. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Sizlarning qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun, shuning uchun uni nazil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Ya'ni uningga itoat qilish yoki osiylik qilish yo'lini o'zining tanlash uchun ko'rish ve anglash iqtidorini berdik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah Teala'nın insanni hidayetki başlaydiganlığı,
uning bo'lsa yo shukr qilg'ichi yo tong'ichi bo'ladiganlik to'g'risida. Shubhisizki, uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. Ya'ni uningga hammani aniq bayon qilib berdik. Hamda uningga yaxshilik va yomonlikning yo'lini ochiq qilib ko'rsatib berdik. Alloh taolo bu vaqtda undaq deydi. Samudga bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? U mu'min bo'lib yaxshi yo'lda menib Allohning ne'matiga shukr qilg'uchidir, yoki fojir bo'lib yomon yo'lda menib kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni u yaxshi yo'lga menib baxtli bo'ladi, yoki gumroh yo'lda menib baxtsiz bo'ladi. Bu vaqtda Imom Muslim Abu Malik Ash'aridan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Har kim o'z yo'lida mangadi. U o'zining taqdirini o'zi belgilaydi. U o'zini halok qiladi yoki o'zini halokatdan qutqizadi. Shubhisizki, biz kafirlarga putlarga selindigan zanjirlarni, bo'yinlarga selindigan taqoqlarni ve yenip turgan devzakni tayyorladik. Haqiqatan yaxshilar kafir aralashtirilgan mey bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. U kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. U buloqni ular xohlagan joylariga eqitib bora oladi. Ular öz üstiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati keng doirlik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Ular aytdi: "Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badiliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhisizki, biz Rabbimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Alloh ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xo'shallik ato qiladi. Ularning sabr toqatlari uchun Alloh ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi." Kafirlarga jazo va mu'minlarga mukofot berilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda bandalari ichidan haqdan tong'uchi kafirlarga tayyorlagan kishiyan taqoqlarni va jahannamdagi o'tlarni bayon qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "U chaqda, ya'ni davzaqqa kirganda, ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular qaynoq suvga so'rab kirildi. Ondan o't ko'ydirildi." Alloh taolo ana shu baxtsiz kishilarga tayyorlangan davzaqning azoblarini bayon qilib bo'lgandan keyin haqiqatan yaxshilar kafir aralashtirilgan mey bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. Ya'ni bu oyatdan kafirning haqiqatan tanga rohat bag'ishlaydigan sovuq va xushburoqlik narsa ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu mukofotga jannatdagi boshqa huzur alovatlar qo'shib beriladi. Hasan Basri bu meyda kafirning ta'mi bilan zanjibilning puruqi birlashgan deydi. U kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. U buloqni ular xohlagan joylariga eqitib bora oladi. Ya'ni bu mey kafirdan aralashtirilib, ana shu yaxshi kishilarga tayyorlangan buloqdir.
Allah Teala'nın yakın bendileri aralashtirib avara bo'lmay bevosita qong'ich ichidi. U buloqni ular xohlagan joylarga eqitib bora oladi. Ya'ni ular uni qasrlarning, uylarning va so'rinlarning qayerga bo'lsin, xohlagan joyga eqitib bora oladi, deydi. Mujohid mundaq dedi. Ular u buloqni qayerga eqitib opirib ichishni xohlasa, shu yerga eqitib boradi. Ikrima va Qatadamu bu oyatni mushuning o'xshash tafsir qilgan. Savri mundaq deydi. Uni neydi xohlasa, shu yerda ichalaydi. Yaxshi bandalarning amallari to'g'risida. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati keng doirlik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqadi. Ya'ni ular islom shariatida ko'rsatilgan bo'yicha qilishga buyurilgan taat ibodatlarni o'rinlash orqali Alloh taologa ibodat qiladi. Shundaqla o'zlariga qilishni nazr qilib olgan amallarni qilish orqali ibodat qiladi. Nazr haqida İmam Malik Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki Alloh taologa ibodat qilish yo'lida nazr qilsa, u uni o'rindasin. Kimiki Alloh taologa osiylik qilishni nazr qilsa, u uningdan yonsin. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ular qiyomat kunida hisobning qattiq bo'lishidan ansirab, Alloh taolo cheklagan harom ishlarni tashlaydi. Qiyomat kunining dahshatlik qo'rqinchi hamma odamga umumiy bo'lib, buningdan Alloh taolo marhamat qilgan kishilarla saqlana oladi. Qatada mundaq deydi. Alloh taolo bilan qasamki, u kunning xatiri osmon zaminni qoplab ketadi. O'zi muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Mujohid va muqotil bu oyat haqida mundaq deydi. Ular tamoqqa shundoq ehtiyojliq va uni yeyishga taqazzar bo'lib, intiladigan turib, uni boshqalarga berdi. Boshqalarga yegizdi. Ibn Jarir bu qarashga qo'shildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah'ını söyüş yüzüden hiç akrabalarga, yetimlerge, miskinlerge, ibn sebillerge, yani pul meliden alaqısı üzülüp qalan musafirlarga, saillarga ve kullarının azatlıqqa erişişige pul mal yardım beriş, namaz okuş, zakat beriş, yaxşı görgen nersanlardan sarıp qılmağıca, yani mallarınlarının yaxşısını sadaka qılmağıca, hergiz yaxşılıqqa, yani cennetke erişelmeysizler. La ilahe illallah Muhammed Resul. İmam Buxori'nin hadisi de mundaq deb kelgan. Sadiqinin en avzili senin tenin sağlam, şundaqla baylıqni ko'zlab uning heris bo'lib turgan ve namaratlıqdan qo'rqib turgan chaqda qilgan sadaqadir. Yani malga amraq herismen ve onun muhtoj bo'lib turgan chaqda qilgan sadaqadir. La ilahe illallah. Özü muhtoj turuqliq miskinga, yetimga ve asirga taom berdi. Yetim ve miskin to'g'riliq yuqorida bayon qilib o'tgan edik. Asir haqida Said ibn Jubayr, Hasan, Zahaq qatorliq olimlar mundaq deydi. Bu asir degan so'zdan musulmon asir ko'zi tutiladi. Ibn Abbas ayni chaqda musulmonlarning asirlari mushriklardan iborat edi, deydi. Buning dalili Payg'ambar alayhisalom sahobalarni Badr kuni qo'lga tushgan asirlarni izzatlashga buyurdi. Şuna sahabiler tamaq yeganda oldi bilan asirlarga tamaq bergan. Ikrima bu oyat tilga ilingan asir degan so'zdan qullar ko'z tutiladi dedi. Ibn Jarir bu oyat
musulmon va mushriklarga umuman qaratilganligi uchun qullarmi uning ichiga kirdi deb qardi. Said ibn Jubayr, Ata, Hasan va Qatada qatorliqlarmi mushuning o'xshash dedi. Payg'ambar alayhissalom nurg'un hadislarda qullarga yaxshilik qilishni buyurgan. Hatta Payg'ambar alayhissalom oxirgi vasiyatlarida mundaq degan: "Men sizlarga namozga va qo'l ostidagi qullarga ko'ngil berishinglarni topilayman." Mujohid oyatdagi asar degan so'zdan mahbuslar ko'z tutiladi dedi. Ular aytadi: "Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz." Bu oyatda demoqchi bo'lgan mazmun, ular tamoq shundoq ehtiyojli turib, Allohning roziligini ko'zlab asrlarga tamoq berdi va ularga biz faqat Allohning roziligini ko'zlabla sizlarga tamoq beramiz. Sizlarning kishilarning oldida bizga rahmat etishinglarni tama qilmaymiz deydi. Mujohid va Said ibn Jubayr bu oyat haqida mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, ular oyatdagi so'zni o'z tillari bilan aytmadi. Lekin Alloh ularning dilidagini bilgachga mushundaq ish qiluvchining rag'batlanishi uchun ularni ana shundaq madhiyadi. Shubhisizki biz Rabbimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir qattiq kundan qo'rqamiz. Ya'ni biz bu yaxshilikni faqat Alloh bizga marhamat qilarmikin, ig'ir va qattiq kunda bizga mehr shafqat qilarmikin degan umid bilan qilamiz. Bu oyat haqida Ikrima va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni kafir u kunning qattiqligidan qo'shuvmisini shundoq turdiki, uningdan qo'g'ishundek ter oqidi. Said ibn Jubayr va Qatada u kunda dahshatdan chiroylar turildi. Ya'ni kafirlarning qo'shuvmisi va peshonasi qattiq turildi. Cennet ahliga berildigan mukofot va ne'matlarning ba'zi tafsilotlari to'g'risida. Alloh ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Bu oyatni Hasan Basri, Qatada, Abu Aliya va Rabi ibn Anas qatorliqlar ular qo'rqqan narsadan Alloh ularni xotirjam qildi. Ularning chiroylariga xushallik, ko'ngillariga xursandlik ato qildi deb tafsir qilgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: U kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xushal xo'ramlik yig'ib turdi. Bu shuning uchunki dil xursand bo'lsa, chiroyi nurlanadi. Ka'b ibn Malik rivoyat qilgan uzun bir hadisda Payg'ambar alayhisalom xushal bo'lsa, chiroyi nurlanib, xuddi tulun oyning bir parchasidek bo'lib ketadi deyilgan. Aisha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisalom mening qishimga chiroy nurlangan holda xushal kirib keldi deb bayon qilgan. Ularning sabr toqatlari uchun Alloh ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. Ya'ni ularga ularning dunyoda havoyi havas va shahvatlariga berilmay, taat ibodat yo'lida yetgan jafo mushaqqatlarga chidab sabr qilganliklari uchun ne'matlarni ato qilib, ularni jannatga joylashtirdi. Ularni keng, yaxshi, ozoda uylarga, rohat turmush va chiroyli kiyimlarga erishtirdi. Alhamdulillah. Yuqorida sura Inson tafsiridan 12-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.
Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.